Assalomu alaykum. Ajoyib, aqlli va mehribon bolajonlar. Sizlar bugun juda chiroyli ko'rinyapsizlar. Keling, maktabda qanday odobli bo'lish kerakligini birgalikda o'rganamiz. Maktabga borganda birinchi nima qilish kerak? O'qituvchiga assalomu alaykum deb salom berish kerak. Dars paytida do'stlar bilan gaplashish mumkinmi? Yo'q, darsda jim o'tirish odobning belgisi. Qo'l ko'tarmasdan gapirish to'g'rimi? Albatta yo'q. Avval qo'l ko'tarib, so'ng so'rash kerak. Darsda zeriksak nima qilish kerak? Diqqatni jamlab, o'qituvchini tinglash kerak. Shunda zerikish yo'qoladi. Brain, kimdir sizning ruchkangizni so'rasa berasizmi? Ha, albatta, mehr bilan bo'lishaman. Pencil, qanaqa bilan? Agar darsda xato qilsangchi? Xato qilish o'rganishning bir qismi. Qo'rqmasdan to'g'rilayman. Darsda do'stlar bilan qanday muomala qilish kerak? Hurmat bilan, kulib, yordam bilan. Kulib, yordam bilan. Agar kimdir seni masxara qilsa, nima qilasan? Jahl qilmayman, sabr bilan jim yuraman. Darsdan keyin sinfni qanday holatda qoldirish kerak? Toza, stullarni joyiga qo'yaman, axlatni tashlayman. O'qituvchi yordam so'rasa nima qilasan? Yugurib boraman, quvonch bilan yordam beraman. Darsda kimdir bilmay qolsa nima qilamiz? Ustidan kulmaymiz, balki o'rgatamiz. Klass, kitobni qanday tutish kerak? Ehtiyot bilan burmay, yirtmay, toza saqlayman. O'qituvchi tanbeh bersa nima deymiz? E'tibor bilan eshitamiz, xatoni to'g'rilaymiz. Maktabda qanday so'zlarni ishlatish kerak? Yaxshi, muloyim so'zlar. Iltimos, rahmat, kechirasiz. Maktabda baqirish yoki yugurish to'g'rimi? Yo'q, maktab tinch joy. Tartib bilan yurish kerak. Uyga vazifa qilinmasa nima bo'ladi? O'rganish to'xtaydi. Shuning uchun har kuni vaqtida bajarish kerak. Sinfdosh bilan janjal bo'lsa-chi? Kattalarga aytaman, tinch yo'l bilan hal qilaman. O'qituvchi darsda savol bersa nima qilamiz? Qo'l ko'taramiz, ishonch bilan javob beramiz. Ha, unda maktabda telefon o'ynash to'g'rimi? Yo'q, maktab o'qish uchun, telefon uyda kerak. Nega maktabda odobli bo'lish muhim? Chunki odobli bola bilimli, hurmatli va barchaga ibrat bo'ladi.